Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari. Navbatdagi pritsepimiz ham tayyor bo'ldi. Bu pritsepimiz razmeri eni 180, uzunligi 3,5 metr. Pritsepimiz mol tashiydigan pritsep. Chorva hayvonlarni tashish uchun foydalanishga tayyor bo'lgan pritsepimiz. Razmerlari eni 180, uzunligi 3,5 metr. Bortining balandligi 60 cm, undan tepasi 70 cm. O'xshi balandligi 1,30. Uloq sezonda otlarni yuklab uloqqa boradigan pritsep. Risollarimiz 9 talik pachka risollar qo'yilgan. O'slarimiz rossiyskiy birovoy turbadan. Kuruklarimiz katta ruminskiy kuruklar, balonlarimiz 10 tur, 20 turilgani. Diska stupitsasi. Balonimiz Nexia balonlardan. Pritsepimiz pollari tekis. Tekis pol qo'yganmiz, konteyner poli. Pritsepimizda orqa tarafdan ko'rinishlari, elektr chiroqlari yonadi, elektr montajlarni qilib qo'ydik. Atrajyatorlarni yopishtirib qo'ydik. Listlarimiz tekis listdan, profillarimiz qalin profillardan, xudo xolasa. Pritsepimizda zasholkalariga e'tibor berasizlar, baquvvatligiga. Kichkina bolalar, yosh bolalar bo'yi yetmaydi. Bemalol ochasizlar, zanjirga ilib qo'yasizlar, qolaveradi joyida. Bu taraf ham xuddi shunaqa baquvvat ishlangan. Buni ham ochasizlar, joyida qolaveradi. Bu taraflari ham zanjirda turibdi. Bemalol ishlab qilaverasizlar. Hozir buni yotqizdiramiz. Mol chiqadigan joylari ham cho'tki tayyor bo'lgan. Ichiga nechta mol, nechta qo'y sig'ishimiz to'shnisini bilmaymiz. Bu tepadagi arkalari yog'ingarchilik bo'lgan paytda 3 qator ip tortib, ustidan salafan tashlab olsak bo'laveradi. Salafan tashlab mollarni panada olib ketaveradi. Bu joylari arqon, nuqta, mashinaga sig'may qolgan pullar uchun sandiqcha. Ulaydigan joylari ham bo'lganiga moslab qilindi. Atrajyatorlari bo'ldi. Pritsepimiz yurishlari yengil yuradi, xolasa. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. O'zbekistonda barcha viloyatdan zakaz qabul qilib, zakaz bo'yicha tayyorlab yasab beramiz. Materiallarimiz hammasi konteyner materialdan. Listlarimiz yangi list. Mana asosiy ramalarimiz stinkasi 6 mm qalin shvillerdan qilingan. Biz odatda 2.9 3lik stinka qo'yamiz. Bu pritsepimizga 6 stinka qo'yib berdik biz. Baquvvatroq bo'lsin deb o'zimiz. Mana bu joyda yana pritseplarimiz boshlandi. Bu joyda ham pritseplarimiz risollar o'rnatilyapti. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. 1 mosli pritsep bo'ladi, razmeri 1.85 ga 2.90. Ag'daradigan pritsepimiz razmeri 2 metrga 4 metr. Risollarni bugun o'rnatsak, o'slarimiz tayyor. O'slarimiz ham tokerdan kelgan mana. Hamda o'zimiz katta apparatimizda svorka qilib olamiz. Endi toker zakotopkasini qilib, sentrop bilan olib tayyorlab bergan. Mana. Akalar, kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, mana shu nomerga aloqa chiqaverasizlar. 970 22 04. Xudo xolasa chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab beraveramiz. Razmerlari, kraskalari sizlar xohlagan bo'ladi. Ekranga tir like urib, podpiska bosib qo'ysanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Keyingi videolarimizni ham yana chiqaramiz. Like, podpiska esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.